Agar men shu yil o'qishga kira olmasam, o'zimni o'ldiraman. O'quvchilarimdan birining inshosini tekshirdim. O'sha paytda inshoda shunaqa gaplar yozilgan edi. Agar men shu yil o'qishga kira olmasam, o'zimni o'ldiraman. Faqat ingliz tilida. Haqiqatdan ham bu inshoni o'qigandan keyin butun tanam shokka tushdi. Nima deb qaror qilishga ham, nima deyishga ham o'zim hayron edim. Onasiga telefon qildim, kelib keting, oldimga kelib keting deb chaqirtirib oldim. Onasi kelgandan keyin gaplashdik, shunaqa vaziyat. Qizingizni inshosida shunaqa yozilgan, nimadir qilish kerak. Siz ayting unga, agar o'qishga kira olmasang, shaxsiyga o'qitamiz. Hech narsa o'zgarmaydi deb tushuntiring. Chunki bosim men tomonimdan emas, sizlar tomoningizdan bo'lyapti dedim. Vaziyat onasi bilan gaplashgan paytimda shu narsani bildimki, ona qizni boshqa bolalar bilan solishtirib chiqadi. Bu eng og'riqli tomonimizda, ota-onalarda farzandlarni boshqa qo'shnini farzandi bilan solishtirishi, yo sinfdoshi bilan, dugonasi bilan, yana kim bilandir solishtirishi. Keyin ertasi kuni qizcha kelgan, xursand. Shunaqa xursand, o'zi kechib kelgan, men urushyapman, lekin shunaqa xursand. U emotsiyasini yashira olmaydigan qiz edi. Keyin bildimki, ona unga aytgan va qiz bundan juda ham xursand. Agar kira olmasam ham hech narsa bo'lmaydi degan xayol keldi unga. O'qidi va o'qishga topshirdi. Ishonasizmi? Hozirgacha Instagramdan menga yozib turadi: "Ustoz, men sizni yaxshi ko'raman. Xuddi sizda ustoz bo'lishni xohlayman. O'qish biram yaxshiki, ustoz. Shunday mazza qilib o'qiyapman. Faqat shu o'qishimiz kamroqda, chunki zavshniga kirgan. O'shaning uchun har 6 oyda borib bir o'qib keladi." Hozirgacha yozadi. Minnatdorchiligini shuna qilib izhor qiladi. Chunki hayotda ko'rgan paytda o'z hissiyotlarini ko'rsatib bera olmaydigan qiz, lekin yozma tarzda menga hozirgacha yozib turadi.